99 hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Afshus salam ve at'imut ta'am ve kunu ihwanan kema emarakumullah. Bir-biringlarga salam beringlar ve bir-biringlarni tamaqlandırыңlar ve bir-biringlarga Allah sizlarga buyurgandek burader bolunglar. Birinchidan bu hadisda salomning qanchalik muhim ekanligi to'g'risida aytilgan. Boshqa hadisda Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: La tadkhuluna jannata hatta tu'minu. To'liq iymon keltirmaguncha jannatga kirolmaysizlar. Va la tu'minu hatta tahabbu. Bir-biringlarni yaxshi ko'rmaguncha to'liq iymon keltirolmaysizlar. Awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Sizlarga bir nimani deb beraymi? Agar shu ishni qilsanglar, bir-biringlarni yaxshi ko'radigan bo'lasizlar. Afshus salamu baynakum. O bo'lsa bir-biringlarning orasida salomni taratinglar. Ya'ni bir-biringlarga salom beringlar. Har bir odam to'nig'angami, to'nimaydig'angami salom berishi lozimdir. Ikkinchidan bo'lsa, bu bir-birini tamoqlantirib, bir-birini mehmonga chaqirishdir. Ve bu hadisda bir-biriga Alloh amr qilgandek birodarlik haqqini berish to'g'risida aytilgan. Allah subhanahu va taala Qur'onda innamal mu'minuna ikhwa, haqiqatda mo'minlar bir-biriga birodardir dedi.